Bugun men sizga barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degan xabar nimani anglatadi? Bu oddiy pensioner uchun qanday oqibat keltiradi? Endi pensiya olish. Imtiyozlardan foydalanish, dorixona, poliklinika, bank yoki transportda chegirma olishda nima o'zgaradi? Bu ma'lumot har bir nafaqadorga, pensionerning farzandlariga, qarindoshlariga va keksalarga yordam berayotgan barcha insonlarga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, chalkashmasdan amaliy misollar bilan tushuntiraman. Avval pensiya guvohnomasi deganda ko'pchilik qo'lida yuradigan kichik hujjatni tushunardi. Unda fuqaroning pensioner ekani, pensiya turi, ayrim hollarda pensiya tayinlangan sana va boshqa ma'lumotlar bo'lardi. Ko'p pensionerlar shu guvohnomani bankka, tashkilotlarga, ayrim xizmat ko'rsatish joylariga, tibbiyot muassasalariga yoki imtiyoz olinadigan joylarga olib borardi. Ya'ni odam o'zining pensioner ekanini isbotlash uchun ko'pincha aynan shu qog'oz hujjatga tayanardi. Endi esa asosiy yo'nalish o'zgaryapti. Davlat xizmatlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilgani sababli pensioner haqidagi ma'lumotlar elektron bazalarda mavjud bo'ladi. Ya'ni qog'oz ko'rinishdagi pensiya guvohnomasi hamma joyda asosiy dalil sifatida talab qilinmasligi. Uning o'rniga elektron ma'lumot, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta orqali tekshiruv amalga oshirilishi mumkin. Odamning pensioner ekani tizimdan ko'rinadi. Bu o'zgarishning maqsadi pensionerni ortiqcha qog'ozbozlikdan, hujjat yo'qolishi, yirtilishi, eskirishi, qayta tiklash uchun idorama-idora yurish kabi muammolardan xalos qilishdir. Lekin men bu yerda muhim narsani alohida aytaman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degani, pensiya bekor qilinadi degan emas. Bu ikki narsani aralashtirmaslik kerak. Pensiya guvohnomasi bu hujjat shakli. Pensiya esa fuqaroning qonuniy to'lovi, ya'ni uning mehnat staji, yo'shi, nogironlik holati yoki boquvchisini yo'qotgani kabi asoslar bo'yicha tayinlangan mablag'idir. Hujjat shakli o'zgarishi mumkin, lekin pensiya tayinlangan bo'lsa, u o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Oldin pensioner biror joyga borsa, masalan, transportda imtiyoz so'rasa, tibbiy xizmat, navbat yoki chegirma masalasida murojaat qilsa, ko'pincha undan pensiya guvohnomasi so'ralardi. Agar guvohnoma uyda qolgan bo'lsa, odam noqulay vaziyatga tushardi. Ayrim joylarda guvohnoma bo'lmasa, pensioner ekanini tan olishmasdi. Bu ayniqsa yoshi katta odamlar uchun qiyin edi. Chunki ular har doim ham barcha hujjatlarni yonida olib yurmaydi. Ba'zida ko'zoynagini unutadi. Ba'zida guvohnoma sumkasining boshqa cho'ntagida qoladi. Ba'zida esa hujjat umuman yo'qolib ketadi. Hozirgi o'zgarishning mohiyati shundan iboratki, fuqaroning pensiya maqomi elektron ma'lumotlar orqali aniqlanishi kerak. Masalan, tashkilot pensionerning pasport yoki ID kartadagi JSHIR raqami orqali uning ma'lumotini tekshirishi mumkin. Bu pensioner uchun qulay. Bir nechta qog'ozni ko'tarib yurish shart bo'lmaydi. Asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat yetarli bo'lishi mumkin. Ammo amaliyotda hamma joy bir kunda ideal ishlamaydi. Ba'zi joylarda xodimlar yangi tartibdan to'liq xabardor bo'lmasligi eski odat bo'yicha guvohnomangiz qani deb so'rashi mumkin. Shuning uchun pensioner va uning yaqinlari vaziyatni to'g'ri tushunib, xotirjam va savodli harakat qilish kerak. Birinchi muhim savol: kimlar xavotir olish kerak? Men buni aniq ajratib beraman. Agar sizga pensiya allaqachon tayinlangan bo'lsa, bank kartangizga yoki pochta orqali pensiya olayotgan bo'lsangiz, har oy to'lov kelayotgan bo'lsa, demak, sizning asosiy huquqingiz saqlanib qoladi. Sizning pensiyangiz guvohnoma bor yoki yo'qligiga qarab bekor qilinmaydi. Sizning ma'lumotingiz pensiya jamg'armasi va tegishli elektron tizimlarda bo'ladi. Ammo ayrim toifadagi insonlar ehtiyotkor bo'lishi kerak. Masalan, yaqinda pensiyaga chiqqan, lekin hujjatlari hali to'liq yakunlanmagan odamlar yoki pensiya turini o'zgartirayotganlar, yoshga doir pensiyadan nogironlik pensiyasiga yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidan boshqa turdagi to'lovga o'tayotganlar. Yana bir guruh ma'lumotlarda xatolik bor fuqarolar. Masalan, pasportdagi familiya bir xil, lekin eski mehnat daftarchasida boshqa yozilgan. Tug'ilgan sana hujjatlarda farq qiladi. Nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin ayrim bazalarda eski familiya qolgan. Bunday holatlarda qog'oz guvohnoma bekor bo'lishidan ko'ra elektron bazadagi ma'lumot to'g'ri yoki noto'g'ri ekani muhimroq bo'lib qoladi.
Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 18 yoshli otaxon har oy bank kartasiga 1 million 2 ming so'm pensiya oladi. Uning eski pensiya guvohnomasi bor, lekin ancha yillar oldin berilgani uchun rasmlari eskirgan, muhrlari xira ko'rinadi. U dorixonada imtiyozli dori so'raganda xodim guvohnoma talab qildi. Endi bunday holatda otaxon, mening pensiya ma'lumotim elektron bazada bor. Pasportim yoki ID kartam orqali tekshirib ko'ring deb aytish kerak. Agar tashkilotda tekshirish imkoniyati bo'lsa, qog'oz guvohnoma shart bo'lmasligi kerak. Lekin agar o'sha joyda tizim ishlamasa, otaxon nizoga kirishib ketmasdan mas'ul tashkilotga yozma murojaat qilgani ma'qul. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi 6 yoshli ayol pensiyaga endi chiqdi. U hujjat topshirdi, arizasi ko'rib chiqildi. Pensiya tayinlandi, lekin hali ilk to'lov kelmadi. Shu paytda guvohnoma bekor bo'lyapti ekan. Endi menga pensiya berilmaydimi deb xavotir olishi mumkin. Yo'q, bunday emas. U uchun eng muhim narsa pensiya tayinlanganligi haqidagi qaror, ariza holati va bank rekvizitlarining to'g'ri kiritilganidir. Agar to'lov kechiksa, o pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron xizmat orqali murojaat qilib, arizasining holatini tekshirtirish kerak. Guvohnoma shaxsiy ikkinchi darajali masala. Uchinchi misol. Bir pensiyaning bank kartasiga pensiya tushadi, lekin u har safar pul yetishda farzandiga ishonadi. Farzandi guvohnoma bekor bo'lsa, endi men onam nomidan ish qila olamanmi deb o'ylashi mumkin. Bu yerda muhim nuqta bor. Pensiya guvohnomasi bekor bo'lishi ishonchnoma qoidalarini bekor qilmaydi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, uning nomidan rasmiy harakat qilish uchun notarial ishonchnoma yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni elektron ma'lumot pensioner maqomini tasdiqlaydi. Lekin boshqa odam uning o'rniga pul olishi yoki hujjat topshirishi uchun alohida vakolat talab qilinadi. 4-misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro pensiya oladi va ayrim imtiyozlardan foydalanadi. U pensiya guvohnomasi bekor qilinsa, mening nogironlik bo'yicha imtiyozlarim ham yo'qoladimi deb so'rashi mumkin. Yo'q, imtiyozlar ularning huquqiy asosiga qarab belgilanadi. Nogironlik bo'yicha ma'lumot alohida tibbiy, ijtimoiy ekspertiza hujjatlari va elektron bazalarda bo'ladi. Pensiya guvohnomasi faqat bitta hujjat shaxli edi. Lekin amaliyotda imtiyozdan foydalanish uchun ba'zan nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, ID karta yoki elektron tasdiq so'ralishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarning hammasini bir marta tekshirtirib qo'yish juda foydali. Men pensionerlarga eng avvalo bitta narsani tushuntiraman. Yangi tartibda asosiy kuch ma'lumotning to'g'riligida. Agar bazada siz pensioner sifatida ko'rinsangiz, to'lovlaringiz tayinlangan bo'lsa, bank hisobingiz to'g'ri bo'lsa, siz uchun xavf kam. Lekin agar bazada ma'lumot topilmasa, xatolik chiqsa yoki tashkilot tizimdan tekshira olmasa, muammo paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner yoki uning farzandlari 3 ta narsani tekshirish kerak. Birinchisi shaxsiy hujjatlar, pasport yoki ID karta amal qiladimi? Undagi familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana to'g'rimi? Ikkinchisi pensiya ma'lumotlari, pensiya turi, tayinlangan sana, to'lov miqdori. Bank kartasi yoki yetkazib berish usuli to'g'ri kiritilganmi? Uchinchisi imtiyozlar. Agar sizda transport, kommunal to'lov, dori-darmon, sanatoriy, tibbiy xizmat yoki boshqa imtiyoz bo'lsa, u qaysi hujjat asosida berilishini bilib qo'ying. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Har oy pensiyasini muntazam olayotgan, pasport yoki ID kartasi amal qilayotgan. Ma'lumotlarda xatolik bo'lmagan fuqarolar odatda ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Ular shunchaki yangi tartibni bilib olishi va kerak bo'lsa, qog'oz guvohnoma o'rniga shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat qilishga tayyor turishi kerak. Kimlar albatta tekshirish kerak? Yangi pensiyaga chiqqanlar, yaqinda familiyasi o'zgarganlar, eski pasportdan ID kartaga o'tganlar, boshqa viloyatdan ko'chib kelganlar, uzoq vaqt chet elda bo'lganlar, pensiya to'lovi to'xtab qolgan yoki kamayganini sezganlar, shuningdek nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki maxsus pensiya turlari bo'yicha to'lov oluvchilar. Chunki bu toifalarda ma'lumotlar kesishmasida xatolik chiqish ehtimoli ko'proq. Eng katta nozik jihat shuki, qonuniy tartib bilan amaliyot bir vaqtda bir xil ishlamasligi mumkin. Masalan, tizim bo'yicha guvohnoma talab qilinmasligi mumkin, lekin chekka hududdagi tashkilot xodimi eski tartibga o'rganib qolgan bo'ladi. U baribir guvohnoma so'raydi. Bunday vaziyatda janjal qilish shart emas.
siz xodimdan qaysi normativ hujjat asosida aynan qog'oz guvohnoma talab qilinayotganini so'rashingiz mumkin. Agar aniq javob bo'lmasa, yozma rad javobini so'rang. Og'zaki bo'lmaydi degan gap ko'pincha muammoni hal qilmaydi. Yozma javob esa keyingi murojaat uchun asos bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat: eski guvohnomani darrov tashlab yubormang. Hatto yangi tartibda qog'oz guvohnoma asosiy hujjat bo'lmasa ham, unda tarixiy ma'lumot bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya tayinlangan sana eski raqam oldingi yozuvlar. Ba'zi nizoli holatlarda eski hujjat qo'shimcha dalil sifatida kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga aytaman: eski pensiya guvohnomangizni saqlab qo'ying, suratga olib telefoningizga joylab qo'ying, farzandlaringizga ham nusxasini yuborib qo'ying. Bu ortiqcha ehtiyotkorlik, lekin foydasi tegishi mumkin. Uchinchi nozik jihat: elektron ma'lumotga ishonch ortgani sari telefon raqami va bank kartasi xavfsizligi ham muhimlashadi. Ayrim firibgarlar: pensiya guvohnomangiz bekor bo'lyapti, yangilab beramiz. Pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kodni ayting. Kartangizni tizimga ulash kerak deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod, bank karta paroli, PIN kod, mobil ilova parolini aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan bunday maxfiy kodlarni so'ramasligi kerak. Agar kimdir shunday talab qilsa, bu katta ehtimol bilan firibgarlik. To'rtinchi nozik jihat: imtiyozlar har doim bir xil tartibda ishlamaydi. Masalan, pensiya olishning o'zi bir imtiyozga avtomatik huquq bermasligi mumkin. Ba'zi chegirmalar faqat yoshga doir pensionerlarga, ba'zilar nogironligi bor shaxslarga, ba'zilar urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslarga, ba'zilari kam ta'minlangan oilaga mansub shaxslarga beriladi. Shuning uchun men pensionerman. Demak, hamma imtiyoz menga tegishli deb o'ylash ham noto'g'ri. Har bir imtiyozning o'z sharti bor. 5-nozik jihat: agar pensioner chet elga uzoq muddatga chiqsa, yashash joyini o'zgartirsa yoki bank kartasini almashtirsa, bu ma'lumotlar vaqtida yangilanmasa, pensiya to'lovida kechikish bo'lishi mumkin. Bu ham guvohnoma bekor bo'lgani uchun emas, balki ma'lumotlar mos kelmagani yoki yangilanmagani uchun yuz beradi. Shuning uchun ko'chib o'tgan bo'lsangiz, yangi manzilni rasmiylashtiring. Bank kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan yangilang. Telefon raqamingiz o'zgarsa, bank va kerakli xizmatlarda yangilab qo'ying. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, eski pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari. Pensiya tayinlanganligi bo'yicha mavjud hujjatlar, nogironlik yoki boshqa imtiyozlarni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Agar pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizning hujjatlarini tartibga keltirishga yordam bering. Ikkinchi qadam: ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markaziga borib, pensiya bo'yicha ma'lumot yoki tegishli elektron xizmatlar haqida so'rashingiz mumkin. Agar siz elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, shaxsiy kabinetingiz orqali ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Agar foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Lekin bank parollaringizni hech kimga bermang. Uchinchi qadam: agar biror tashkilot sizdan pensiya guvohnomasi talab qilsa, xotirjam tushuntiring. Hozir ma'lumotlar elektron bazadan tekshiriladi. Iltimos, pasportim yoki ID kartam orqali tekshirib bering deb ayting. Agar xodim baribir rad etsa, mas'ul rahbar bilan gaplashishni so'rang. Agar masala hal bo'lmasa, yozma rad javobini so'rang. Yozma javobda tashkilot nomi, sana, rad etish sababi va mas'ul shaxs ko'rsatilishi kerak. Shundan keyin yuqori tashkilotga yoki tegishli idoraga murojaat qilish osonlashadi. 4-qadam: ariza yozishni biling. Arizada ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz va muammoning mazmunini aniq yozing. Masalan, men yoshga doir pensiya oluvchiman. Falon tashkilot menga xizmat ko'rsatishda qog'oz pensiya guvohnomasini talab qildi. Mening pensioner maqomimni elektron bazadan tekshirish imkoniyati bo'lishiga qaramay, xizmat rad etildi. Ushbu holatni o'rganib, yozma javob berishingizni so'rayman. Ariza qisqa, aniq va hurmat bilan yozilishi kerak. 5-qadam: nusxalarni saqlang. Har qanday ariza, javob xati, ma'lumotnoma, bank bilan bog'liq hujjat yoki pensiya bo'yicha qarorning suratini telefoningizga olib qo'ying.
Agar telefon ishlatmasangiz, farzandingiz yoki nabirangizdan yordam so'rang. Qog'oz hujjatlarni ham namlikdan, yirtilishdan himoya qilib saqlang. Ko'p muammolar aynan hujjat qayerda qolganini bilmayman degan joydan boshlanadi. 6-qadam, pensiya kelishini kuzatib boring. Har oy pensiya odatdagi muddatda tushyaptimi? Miqdor o'zgarmadimi? Karta ishlayaptimi? Bankdan xabar kelyaptimi? Shularni tekshiring. Agar pensiya birov kelmasa yoki oldingidan ancha kam tutsa, darrov vahima qilmang, lekin kechiktirmay sababini aniqlang. Bankka murojaat qiling. Keyin pensiya jamg'armasiga boring. Sabab texnik bo'lishi, karta muddati tugagan bo'lishi, rekvizit xato bo'lishi yoki boshqa hujjat masalasi bo'lishi mumkin. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar telefon qilib pensiya guvohnomangiz bekor qilinyapti, pulingiz kuyib ketmasligi uchun kodni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Agar uyingizga borib hujjatingizni yangilab beramiz, faqat oldindan to'lov qiling desa, ishonmang. Rasmiy xizmatlar odatda belgilangan tartibda rasmiy idora, bank yoki davlat xizmatlari orqali amalga oshiriladi. Shubhali holatda 112 ga, bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa kanallariga murojaat qiling. Demak, pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degan xabarni to'g'ri tushunish kerak. Bu pensiya to'lovlari bekor bo'ladi degani emas. Asosiy o'zgarish shundaki, pensioner maqomini tasdiqlashda qog'oz hujjatdan ko'ra elektron ma'lumotlar, pasport yoki ID karta orqali tekshirish muhimroq bo'lib bormoqda. Bu yaxshi tomondan qulaylik beradi. Lekin amaliyotda ma'lumotlarni tekshirtirish, hujjatlarni tartibga keltirish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish zarur. Men sizga maslahat beraman. Eski guvohnomani tashlamang. Pasport yoki ID kartangizni tekshiring. Pensiya ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Imtiyozlaringiz qaysi hujjat asosida berilishini bilib oling va har qanday rad javobini yozma ko'rinishda talab qiling. Shunda siz o'zingizni ham, ota-onangizni ham, yaqinlaringizni ham ortiqcha sarsonlikdan himoya qilasiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya guvohnomasi, pensiya to'lovi yoki imtiyozlar bo'yicha shunday vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda albatta yozib qoldiring. Qaysi hududda qanday muammo bo'lyapti? Tashkilotlar guvohnoma talab qilyaptimi yoki elektron tekshiruv ishlayaptimi? Buni birgalikda muhokama qilamiz. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bugungi mavzu haqiqatan ham har bir pensioner uchun muhim.